Julyon somsalarini tayyorlash uchun endi xamirni pishirib o'tirishingiz shart emas. Bugun sizlarga oson usulini o'rgataman. Kattaroq razmerdagi baton nonni olib, mana shunaqa videoda ko'rsatilgandek bir xil razmerda qilib kesib olamiz. Ichini nonini, xamirni o'yib tashab, tagida ozgina non qoldirib, listga terib olamiz. Ana endi nachinkasini tayyorlab olamiz. Qizib turgan qozonimizga yog'imizni solib, qizdirib, ustiga mayda qilib to'g'ralgan filelarimizni solib, yaxshilab qovurib olamiz. Qovurish jarayonida tuz va kashnit solib, yanada maza beramiz. Ana undan keyin mayda qilib to'g'ralgan qo'ziqorinlarimizni solib, qovurishni davom ettiramiz. Qo'ziqorin sal yumshagandan keyin ustiga 200 gram qaymoq solib, yaxshilab aralashtiramiz. Ozgina shunaqa qaynagandan keyin ustiga 200 gram qirg'ichdan o'tkazilgan sirni solib, yaxshilab aralashtirib, bitta qaynatib, tagini o'chiramiz. Nachinkamiz tayyor bo'ldi. Endi boyiga baton nonlarimizni listga terib olib, ichini nachinka bilan to'ldirib chiqamiz. Ustiga qirg'ichdan chiqarilgan sirni solib, qizib turgan duxovkada 180 gradusda 15-20 minut pishirib olamiz. Qarabsizlarki, mehmon kelishiga shoshib turgan yilida osongina va tezgina julyon somsalarimiz tayyor bo'ladi. Yoqimli ishtaha, albatta tayyorlab ko'ringlar.